Assalomu alaykum, hurmatli bizani kuzatib turgan aziz YouTube kanalimdagi sahifadoshlari. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu Unilife degan programmasi bu yangi loyihasi ekan. Ya'ni mana shu loyiha TikTokning bir xil turi ekan, ya'ni sotsial seti orqali bo'ladigan sistema ekan. Bunda TikTokdek, YouTube kabi, Instagramdagi, Facebookdagi mana shu qilayotgan jarayonlaringizni ishlab turibsiz, mana shunday ishlab tursangiz bo'ladi. Bunda qo'shimcha daromad topish imkoniyati hammaga ochib berganligi uchun bunda faqatgina referaniya favora yordamida atrofdagi insonlaringiz bilan ulashgan holatda, har bir insonlarga yaxshilik ulashgan holatda g'oyibdan daromad degandek harakat barakat hammalarga mana shuni lavha rolik qilgan holatda sizlarga ovozli qilib tushuntirish berishni nima deb Facebook'dan mana YouTube kanalimda kuzatib turganlar mening kabinetimdagi ishga tashqi unaqalarni men ko'rsatib turibman. Mana bu mening yaqin podpischiklarim va menga podpischilar berilganlarim va like bosganlarim va mendagi YouTube kanal YouTube debman rolikdagi videolarimni joylaganlarim. Xo'p, mana bu tillar o'zgartiradigan nimalari bor. Albatta rus tilida qilasiz, chunki bu kitayskiy unaqasi hisoblanadi. Bu Google Play Marketdan ilova chiqmagan. Faqatgina bu har bir insonni o'zini mehnatini, ya'ni taklif orqali bo'ladigan holat hisoblanadi. Ko'rganingizdek, mana bu yerda menulari bor, menulariga kirib bir tekshirish chiqishingiz mumkin. Registratsiya jarayonlari juda ham oson, qiyin emas. Faqatgina aql charxiga o'xshagan narsa. Aql charxingizda agar yaxshi nima qilsangiz, tajribangiz juda ham nima bo'lsa, yaxshiga tushunib yetasiz. Agar tushunmasangiz, ustozingizni yordam orqali, o'zim bajaraman ustozimni yordam orqali desangiz, bemalol hech kimga murojaat qoldirsangiz, Telegram hech kimga nima ham akkauntim bilan qilib qo'yganman. Yo'qsa qo'ldan kelgancha o'rgataman. Telefoningiz funksiyasi kichik bo'lmasligi kerak, gigabayt sonini ko'proq bo'lishi kerak. Gigabayt telefonimizni nima funksiyasi ham yangilash bo'lishi kerak. Yangilash bo'lsa agar telefonimizdagi mana bu mushkul axlatlarni viruslardan tozalagan holatda, mana shu hamma programmalarimizni yangilash bergan holatda keyin mana shu havo yordamida qilamiz. Havo yordamida qilishga registratsiya jarayoni boshlaymiz. Registratsiya jarayoni boshlagandan o'zimizning emailimizni, ya'ni o'zimiz asqatadigan emaillarimizni jo'natamiz va kapchaga o'zimizga nima beradi, kod beradi va login parol